Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Qashqar Uyg'ur nashriyoti 2003 yili 11 oyda birinchi qitim nashr qilgan tarixiy roman Qanliq Edir. Avtori Muhammed Osman. 20-bob. Bo'hrandagi nolizor. Yakan shahri kundan kunga cho'ldarab, oftob taptidan kuyib sarg'aygan sepil tomlari ming yillardan burunqi ko'na qal'a siyoqiga kirib qolgan edi. To'rt atrofi tüptüz, odamzotsiz bo'lib, uchara qanotlarmu ko'rinmaydi. Bundaq g'aribona holi bilan u go'yo ming bir kecha hikoyalaridagi sirliq shaharga o'xshaydi. Sepil darvozalari bir taqalganicha ichilmayotdi. Qo'zg'alonchi qo'shin sepil atrofini aylantirib, agir-buguri xandak ko'lab suv to'shtirib etib, yiroqdan dushman harakatini kuzatmoqda edi. Ular kunda kutaverib jila bo'lishadi. Ba'zilari kelgusi orzularini o'ylab shodlansa, ba'zilari o'tmishini esiga elib, g'ariblik tutib, past ovozda naqsha aytishadi. G'ingshib aytilayotgan mungluq naqsha birodarlarining dillarini eritadi. Ba'zilar taqdirning adolatsizligidan zarlanadi. Ah urib Allohga iltijo qilishadi. Sepil ichida bo'lsa, ahvol texmu battar edi. Shahar xalqining tortayotgan kunlariga taqat qilg'ili bo'lmaydi. Shahar darvozasi taqilib, kirib chiqish cheklanganiga to'p-to'g'ri 2 oy bo'lgan bo'lib, to'la uyda digudak yegulik tugab, o'choqqa o't yiqilmadi. Ko'llar qurib ketdi. Kishilar shaharning tigi qurg'oq bo'lishiga qaramay, uylariga quduq qizishdi. Burunqi tugmanlarning o'rnida quyunlar piqiraydi. Anda sanda uylarda ilgiriki chaqning o'rnini yarg'unchoq elib, g'o'ldirligan ovoz anglanadi. Tuzsiz yarma ishi yilingdab ketgan qo'rsoqni esib, uchaylarda harva haydaydi. Go'sht to'g'ralgan osh do'rliqimi tepilmaydi. Mash ko'ktat degan narsadan asarmi yo'q edi. Ko'ktat yegisi kelganlar 2 oy ilgari tashlab etilgan quruq chamg'ur ko'klarini tozalab yeydi. Agar bir bosh piyoz bergan kishining eti sehi deb atilib, sohib niyoz degan nom beriladi. O'tun yo'qligidan uyda tizak qalang'achqa sirtning havosi qiyg'ib buraydi. Ot eshaklarmu och qilib, qo'rsoqlari quruq sanachqa aylangan edi. Butun shahar xalqida ochliq g'ami avjilib, ochliqi barlarmu kechalari uxlamay uylarining ostiga ko'mib, putturluq elib yeydi. Agar biror uyda bo'lmasa, ming patman osh, birovning ochliqdan jon talishayotganini ko'rsizmi bermaydi bir tal mash. Shaharda qahatchilik bo'lib, pulga hech kim narsa sotmadi. Sandagi ochliqlarni cheriklar yeb tugatdi. Boshqa shaharlardan keladiğini to'xtadi. Bechora shahar aholisi kechini och qo'rsoq tasda o'tkazib, ko'zi ming tasda uyquga berib bo'lgacha ma'zinlarning azonlari anglanadi. Tayammum qilib namozning rasmiyatlarini bajarib ulgurgicha sepil ustiga haydiladi. Qo'rsoqning ochliqi odamlarni dumchaytib qo'yg'achqa cho'ng kichik hammasining qo'lida birdan hasa, butun odam buvay momaylarga aylangan edi. Axun ashraflarni, molla imomlarni xabar ambal obdan to'ydirib, el orasiga chiqarib, xalqni ko'rgan kuniga shukr qilishga undash vazifasini topshirgan edi. Ular deydi: "Ey xaloyiq, sizlar namozga chiqmay, o'shir zakot bermay, erlar salla o'rashdan, ayollar yuzini yepishdan bosh tortib, insof ko'tarilganlikdan Alloh sizlarni jazoladi. Mushu olamda chidab gunohinglarni tugatib olsanglar, u olamlikinglar obdan bo'ladi. Pil siratdan oson o'talaysizlar. Ko'rayotgan kuninglar Allohning sizlarga qilgan sinoq iltifotidir." Er ayol, cho'ng kichik hamma odam, axun ashraf, imom ma'zinlarning dalolati bilan amaldorlarga moslashib, e'tiqod yuzidan savoblik tepishga kirishgan edi. Ular jinimu ig'ir kelayotganiga qaramay, sepil ustiga xish, tosh to'shishga majburlanadi. Amaldorlar odam beshiga vazifa qo'yib,
o'rindiganlarga birdan non mukofot beradiganligini e'lon qildi. Xalq holdan ketib mag'dursizlangan bo'lsa-mu, nola zor qilib yurib ishlaydi. Faqat cho'ng-kichik mansabdorlar, ko'cha mahalla oqsoqollari, imom ma'zindan yuqori diniy zotlar, hukumat xodimlari va oila tavobatlarila yuqorqi zulmdan mustasno edi. 2 oy mobaynida sepil ustiga tuman minglab tosh kesaklar dövlanib, ustiga cho'rdab tizildi. Shahar ichida tosh kesak tipidagi narsalar tugab, hatto fuqarolarning tomlari o'rib etilib, ostiga bosgan tosh kesaklarmi amon qolmadi. Amaldorlar haddi hisobsiz sarkup bog'lab sepil ustiga tizdirdi. 5000 usta marganni sepil kungurlariga o'rinlashtirdi. Ular xalqning birdam jim turishiga yo'l qo'ymaydi. Butun xalq kanay bilan boshqariladi. Kanay qayerda chilinsa, shu yerga berishga majbur edi. Xazinachi Eminbek, Zohidbek, Sodiq Pashshab, Vohidxon, Mirabbay xo'ja Naimonlar kecha-kunduz xalqni sepil ustida kontrol qilib, jon dil bilan xizmat qilg'uchi degan nom bilan sharaflanib, Vangdan in'om oldi. İmam Abdulhakim Axunum, Avud Axunum va bosh Rivistandin Muhammed yar yamanlarga agah bo'lishga belgilanib, kecha-kunduz shaharni aylanib yuratdi. Ular tarafidan navbatdagi mavjud ahvolga noroziligi sezilgan odam o'zini yo'q desa bo'ladi. Niyoz Hoji, Shirif Axunum va yana Xo'ja Ismoil, Ibrohimbay, Hasanbay jasusluq ishlariga mas'ul qilindi. Ular qo'lga tayoq chog'liq qurol olmay, bechora siyoqida xalq to'plashgan yerga boradi. Kechalari xalqni tutib bog'lab, urush bilan xizmat ko'rsatdi. 15 yog'ochchi sepil taqalgandan buyon elni qo'rollantirish uchun kaltak yasash bilan halak edi. Navoda jidal chiqarib g'avg'o paydo qilg'uvchilar yo'liqsa, shu yerdala ujuq turib etiladi. Bir qism yaloqchilar hatto xizmat ko'rsatish niyatida begunoh odamlarni o'z beshimchilik bilan urib, xalqni amaldorlarga tikilib qarag'usiz, gap qilg'usiz qilib etdi. Nayzi bilan qurollangan 300 kishi kech-kunduz sepilni cho'rgilab, yomon odamlarni chorlash bahonasida har bir odamni tekshirib turadi. Gap so'zi yoki mingish turishi boshqacha deb gumon qilinganlarni shu an tutib baglarga topshiradi. Obdan narsa uchrab qolsa, egisini qo'rqitib arzon ilib olib, qimmat sotadi. Shaharda davomlashgan qahachilik tufaylidan 5 tangilik guruch dastlabda 13 tangiga chiqdi. Keyin bo'lsa olting'imi tepilmadi. Piriyona yakan nomini olgan bu shahar misli zindonga aylangan edi. Och zirin qilib qiynalgan kishilar Allohdan o'zlariga o'lim tilaydi. Shu minutning o'zidala baqiga ketishni istaydi. Shahar xalqining xaroblashgan turmushidan mahbuslarning kunini 1000 martaba yaxshi deyishga bo'ladi. Chunki mahbuslarga kunliki o'lib qolmaslik uchun beriladigan bir hijr umoch kam bo'lmaydi. Fuqarolarning o'lib terilishi bilan hech kimning kari yo'q edi. Jakarchilar fuqarolarni aralab yurib, to'polonchilar besib kelib qolsa, hamma odam o'zi tizgan tosh kesaklarini tashlab mudofaa ko'rdi. Chinab atqanlar non bilan mukofotlanib, bekor atqanlar jazolandi deb kani yirtilg'idek to'g'lab yuratdi. Fuqarolar orasida shundoq kishilarmi bor ediki, bir qitim to'yg'izib qo'yib, nima qil desa bosh tortmaydi. Buyruq bejirish uchun o'z qarindoshlariga tosh etishdan ayonmaydi. To'xti sepil ustidagi odamlarning harakatidan shahar xalqining fojiasini mo'lcharlab ulgurdi. Uning sepilga hujum qilishdan burun do'lan yurtlarini egilab tashviqot ilib berishi, ezilgan xalqqa o'z muddasini tushuntirib, ularning qo'llashini qo'lga keltirish uchun bo'lsa, Poskam, Qanliq, Guma qatorliq joylarni fath qilishi, qo'shinning orqa saf ta'minotini zapaslashtirishni maqsad qiladi. Haqiqatda har ikkala taktika sepilga hujum qilish tayyorligi edi. Mana amdiki gap
hujum tayyorligini putkazib, shaharga bosib kirishda qolgan edi. Qo'shindikilarning g'ayrati urg'ub, qo'manda berilishni kutib To'xti yosh bo'lishiga qaramay, ma'lum bilimga ega edi. U Chang Shansangdan kitob o'qish, xat yozishni o'rganib qolmasdan, boshqa tarafga munosabatlik ta'limotlarni olgan edi. Hozir qo'zg'olonchilarning vazifasi tumanlagan odamni zolimlarning zulmidan ozod qilib, kishilik erkinligini qo'lga ilib berish, xotirjam yashash muhiti yaratish edi. To'xti shunga sepil ichidagi xalqni o'ylab, xotirjam bo'lolmadi. Shahar bilan yezining munosabati 2 oygacha uzilib ketsa, xalq turmushiga qanday oqibat ilib keladiganligini aql hushi joyida bo'lgan odam obdan biladi. To'xtini azoblayotganimi dal mushu edi. To'xti vaqt topsila qo'shindikilarni aralab yurib, g'oyida qiziq chaqchaqlarni qilib chiqishib qo'yadi. G'oyida hushyorlikni o'stirish to'g'risida ogohlantiradi. Muvaffaqiyatlik bo'lgan necha qitimliq janglardan keyin To'xtining ilgiriki To'xti Manju degan nomi o'zgarib, To'xti Palvonga aylangan edi. Bu nom yurt-yurtlarga pur ketgan edi. Haqiqatanmi jangda To'xtining oldidan dushman terik qutulolmaydi. To'xti Manju degan ism tilga ilinsa, xabar ambalmi cho'chiydi. Bir kuni xabar ambal Afrdun Bang bilan paranglashib o'ltirib, kishilar To'xti Manju desa, men uni Manjulardan iymon etib musulmonlashgan bo'lsa kerak. Demak, uning musulmon bo'lishi ilojsizlikdan bo'lgan. Yomon yeri kelsa biz tarafga o'tadi deb o'ylagan edim. Anglasam u Manju emaskan. Shuningga hayronman. Uyg'urlar nima uchun o'z odamiga Manju nomini berdi deb so'raydi. Afrdun Bang ig'iz ichib bo'lg'icha Mirzibek qasdan javob berdi. Janoblari, Uyg'urlarda qadimdan tortib qo'llanib kelayotgan til ishlatish alohidligiga asosan bir odamning yurti, kasbi, bay'at qilgan baglari, yeydigan eng amroq narsalari yoki qozongan biror g'alabasi va yoki hunar xususiyatlarini xuddi familiyaga o'xshash ismining oxiriga ulab ataydigan odat bor. Anglashimcha To'xti Manjularga o'ch bo'lg'achqa Paqlan go'shiga amroqlarning ismining oxiriga Paqlan degan nomni qo'shib atagandek, Manju go'shini yeguchi degan ma'noda ismining oxiriga Manju degan nomni qo'shib atib olganmish degan. Buni anglagan xabar ambalning tallari sirqirab ketganligi chiroyidan bilingan. Bir kechdiki To'xti okuplarni aralab yurib, Hasan Turkning qishiga keldi. Qo'shindikilar Hasan Turkni Turk degandan ko'ra butun qo'shinning to'riki bilib hurmatlaydi. Bir qitimliq jangda Hasan Turkning oldiga udul kelib qolgan bir Manju, uning cho'chaklardagi devidek hayvatlik taqi turqini ko'ribla qo'rqindan qilich tegib bo'lg'icha o'rilib ketib, orqasidan kelayotganlar chekinib maldek qochganligi jangchilar orasida xili chog'largacha hikoya qilinib, kulishmak bo'lgan edi. Uning yigitlarimi bir-biridan qilishmaydi. Hasan Turk yenidagi bir jangchining qo'lidagi o'qyani elib sepil ustidagi qarovulni qarg'a ilayotganda To'xti uning mursini tutdi. U shundoq qarabla qo'lidagi o'qyani jangchiga berib, kulginicha dedi: "Atay deb turganda kelib, uni qutqizib qoldingiz-da. Jang to'g'riliq maslahatlashsakmikin deyman. Siz odam avating. 15 dan yuqorilarning hammasi orqa safga yig'ilsin." To'xti gapini tugutib okupning ichi bilan yurib ketdi. U uchirganligi jangchi bilan ko'rishib, hol so'rab mandi. Mudofaa okuplaridan taxminan 1 chaqirim yiroqlikda bir dehqonning uyi bor bo'lib, shaharga qaraydigan tarafı hujum bog' edi. Bu yerdagi qo'zg'olonchi qo'shinning qo'mondonlik o'rnini dushman taraf ko'rolmaydi. To'xti jangchilar bilan paranglashib yetib borguncha chaqirilganlarning ko'pinchasi berib bo'lgan edi. Qolganlarmi orqa-orqadan ulgurib kelishdi. "Ko'pchilik", dedi To'xti tamkin talaffuzda. "Biz bu navbat bo'linib jang qilib,
Yakan yiza kentleridan boshqa do'lan yurtlari bilan qo'shib Poskam, Qanliq, Guma qatorliq joylarni elib, nurg'un qurol yarog', ta'minotlarga ega bo'ldik. U joylar ilikimizga o'tib, dushman kontrolligidan qutuldi. Hozirgi vazifamiz Yakan shahrini elish. Navoda urush so'zilib ketsa, shahar ichida ocharchilik yuz berib, begunoh kishilarning jiniga zomin bo'lishimiz mumkin. Shunga darhol tadbir qo'llanib, shaharni elishimiz kerak. Biroq sipillari egiz, darvozalari mustahkam, puxta mudofaa kuchiga ega buningdek joyni kuchli dushmanning qo'lidan tortib olish oson emas. Shaharga hujum qilish uchun darvozadan ham sipilning udul kelgan yerdan kirib, taraf-tarafdan chaqmoq tezligida hujumga o'tish to'g'ri keladi. Buning uchun bizda botur jangchilardan boshqa sipilga chiqadigan shota, o'q o'tmas mudofaa harbalari, o't tutashtiruvchi o'q mash'ili, portlatqich dora yetarlik tayyorlanish lozim. Har qaysi qismlar atrofdagi dehqonlardan yog'och materiallarni setib olib, hozirdan boshlab 2 kun ichida to'liq tayyorlik qilib buyruq kutsin. Qismdagi hunarvanlarning hammasi ajratilib, shota, chaqliq hujum harvisi, o't tutashtiruvchi kamalcha yasalsin. Ko'plab sarko'p bog'lansin. Yaxshi tadbiri barlar so'zlasin. Bo'lmaganda mushu minutdan boshlab tayyorlik qilinsin. Meningcha bir bo'lak palang tayyorlasaqmikin deyman, dedi Hasan Turk. Taraf-tarafdan sipil ustiga shot qo'yishdan boshqa shahar darvozalariga palang dövlab o't qo'yishimiz kerak. Dushmanning shaharga bekinib olib darvozani taqib olganligi bizdan ojizligini isbotladi. Shundaqdimi xalqni oldiga silib olg'achqa ig'ir qurollarni ishlatishga afsiz. Shunga darvozaga hujum qilganda o'q yoki qo'shin o'q uzib, dushmanni bosh ko'targizmasin. Darvozaga o't tutashgan hamon otliq, piyoda qism tang harakat qilib, har tarafdan hujum o'tsin. Shundaq bo'lsin. Ko'pchilik qo'shildi. Yig'in oxirlashib, hammasi o'z ishlariga mingishdi. 20-bob tugadi.